Mana o'rtoqlar, Toshkentda yana qor. Bugün mana 22 yanvar 2026 yıl. Mana qor yog'yapti. Mayda-maydalansa ko'payyapti, endi yiriklashyapti. Mana chiroyli manzara bo'lib turibdi bu. Ajoyib qish deydi-yu. Ajoyib qish, ajoyib manzara. Mana bunu ko'rsangizlar, qoyil qolasizlar. Bu qoram bu Allah'ın nimetlerinden, bendeleriga bergan nimetlerinden bittasi bu, zo'ri bu suv. Aldan ata babalarımız aytardı, qor yağdı, non yağdı deb. Şu to'g'ri, shu nimaga deganda Arı Fazıl Qariyam bir mavzuda aytib ketgan u. Xudoyim taolo deydi, insanlarni yozda suvsiz qolmasin deb qishda deydi tog'ning tepasiga qorni zaxira qilib, zapas deymiz-ku, zapas qilib shu qorni tog'ning tepasiga uyib qo'yar ekan. Ana shundan keyin yozi bilan erib bizlarni Xudoyim taolo suv bilan ta'minlaydi. Mana bular hammasi Allohning nimasi bu? Mo'jizaviy ne'matlaridan qor mana. Ey malades. Allohga shukr. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Mana şükranalar qilamiz. Behisob qor, mana archalar chiroyli, daraxtlar chiroyli, hamma yoq chiroyli bo'lib turibdi mana.